haywaydan ketyapmiz-da biz. Haywayda judayam ko'p, judalar ko'p trak yurar ekan. Mana oldimiz qator, men hozir ketaverdi mana trak, yana trak. Qimlatma kamerani, to'g'ri olib turgin ko'rinadi o'zi. Mana yana trak ketaveradi. Men orqa oynani olsang agar, orqamda ham bir 10 tasi qatorlashib kelyapti. Menimcha nima deydi? Buyuk Ipak yo'li shekilli bu 44-hayway. Olib turay, hozir hamma traklar ko'rinadi. Mana yana trak. Ana yana trak. Orqa yaxshi ko'rmas ekanda, qator bir 20 ta trak orqamizda qatorlashib kelyapti. Bunaqa o'tkazib boradi, juda tez yurar ekan. Orqadan tiqib haydab keladi. O'zi katta mashina, yana tez yuradi. Mana qara. Traklar. Faqat trak. Mana bunisi trak emas desang, mana ham trak ekan. Orqasi nechib olgan trak ekan. Orqa ko'rinadimi senga? Bako'yni? Bu yerdan yo'q, bitta ko'rdim. Mana bu yerda bako'yni orqa qator traklar kelyapti. Yig'ilib ketgan. Bitta men bilan sekinlashtirib yuribman, mana traklar. Asta qorong'i tushib boshladi. Osmon nima bunday? Qorong'i tushyapti-ku. Bulutlarni aytaman. Bunday aylanib ketgan o'xshaydi. Xudoning izlasin. Allohimda bizda atrofimizga bunday qilib qo'ygan qo'riqlari bor. Bizda qo'riqlar bor. Shundan mana bizniki bo'ladi-ku. Incredibles'da qizida bo'ladi. Elastigirl. Shunaqamiz bor bizda. Mana sekin ketyapti. Bo'ldimi? Mevda qizim. Tinchlik. Hech kimda olmabman-da. Mana trakchilar shunday hammasi g'ang'illab yo'ldan chiqib ketib haydab yotibdi. Nechtasini ko'rdim. Yo'ldan chiqib ketyapti, g'ang'illab ketdi. Mom, you want some berries? Shahar qolib ketdim, tepada qolib ketdim deyman. Shahar pastida o'tyapmiz. Qayerga kelgan bo'lsak? Rolliya degan. Rolla ekan. U kuni katta tornado mana shu rollaga ham bittasi tushgan. Ana nima? Ana. Ko'prik. Yam-yashil turibdi. Svet qo'ygan. Oldingmi? Chiroyli ekan-a? Mana shahar. Shahar, mana shahar. Nima joy bo'lsa. Mayda shaharcha ichidan o'tyapmiz shekilli. Bir minut video bo'ladi. Mana trak bizni tark etdi. Yaxshi trakchi edi. Bye bye FedEx. Aqlli trakchi edi, shuni orqasidan ketayotgan edim. Endi yana mana bu tuturug'i yo'q, pitillab orqamdan tiqilib keladi. Gaz nima deydi, avgon qilib o'taman deydi. Shunaqalar o'tdi.
mana sal maydagina shaharchani ichiga keldik shekilli, svetlar ko'rina boshladi. Boya вообще qorong'i joyga tushib qoldik. Achkimam uyda qolgan. Achkini kuta qolmayapman, ham shu boshqatdan olishim kerak. Meni ko'zim aslida minus, bittasi minus 2,5 mi, 3 mi, bittasi minus 7. Lekin shu ko'zim o'rgansin, achkisiz haydashga deb achkisiz haydab yuraman-da. Taqsam qanaqadir boshimda og'ritadi achkim. Lekin uzoq yo'lga kerak bo'ladi shekilli. Xudoning o'zi kuch-quvvat bersin dedik. Nasib etsin. Havo hozircha yaxshi. Shamol bo'lib turibdi. Shamol bunday qaytaryapti ozgina. Mashinachi ham yaxtakkina temperaturani ham biz ham past qilib qo'ydik. Ovqatlar achimasin deb. Endi oyog'ingni olyapsan kameraga. I'm moving this blanket. Okay. Ura oyog'ingni yaxshilab. Yaxshi. Yaxshi shortikda chiqding, noski dedi, otang senga qayta aytdi. Oyog'ing yaxlaydi.